Ushbu holatda 4-homiladorlik kuchli toksikoz bilan kechyapti. Ovqat yeyish nariroqda tursin, hali yarim piyola suv ichilganda ham juda kuchli qusish bor. Bemor bir necha marta qusyapti, ovqat yeyolmayapti. Buning natijasida holsizlik, tinkasi qurib, madori qurib, o'rnidan turishga holati bo'lmayapti. Ya'ni kuchli toksikoz, og'ir toksikoz ketyapti. Biz mana quloqqa igna qo'ydik. Aurikulaterapiya, ya'ni kichkina ignalarni qo'ydik. Mana shu yerda 4 ta igna bor ichkarida. O'zini maxsus proyeksiyalari bor. Leykoplasteri tagida turibdi. Oldingi homiladorliklarda ham 3-homiladorlikda biz kelib igna qo'yib ketgandik. Hozirgi kunda Toshkent shahar bo'yicha mana shunday homilador ayollarga kuchli toksikoz kuzatilsa, toksikozga qarshi quloqqa igna qo'yishni yo'lga qo'yganmiz. Kerak bo'lsa, hattoki kapelnitsa qo'yamiz, dezintoksikatsiya qilamiz. Maxsus dorilarimiz bor. Hamma dori, hamma narsa yetarli. Va homiladorlik toksikozidan xalos qilamiz.